Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, Kavrak biznesini qilib turgan aka-ukalarimiz, yaxshimisizlar? Bundan 3 kun oldin chiroqchidan bitta o'zi mustaqil ravishda kavrakni kesayotgan bola meni juda ham bir xafa qildi. Men uchun uni misol uchun og'ir yengil tarafi yo'q, o'zi uchun. O'zi tikkan pulni, o'zi xarajat qilgan pulni qoplata olmay qolish ehtimoli bor. Sababi noto'g'ri kesish. Biz kesish borasida mana shunday bir tushunchali ishlar olib boryapmiz. Har doim YouTube ga qo'yib boryapmiz, lekin odamlar baribir o'z bilganicha kesyapti. Men telefon qilib, "Nimaga unday kesding?" desam, menga aytayaptiki, mana o'zini fikrini ma'qullab, mana nima dedi? Bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa yo'q deb kesyapti-da. Unaqa kesilmaydi-ku. Любой ish unaqa qilinmaydi. Mana hozir 2 minut bo'ldi. Qancha bo'ldi shuni kesganing hozir? 2 minut 5 minut uzog'i bo'ldi mana. Qarang qanday chiroyli mana chiqib, shira chiqib to'lib turibdi kesilgan joyi. Shira chiqib to'lib turibdi. Mana shu 2 kunda qotadi, donak bo'ladi. Pulku har bittasi mana bitta ko'chatingiz mana o'rtacha 1 grammdan mana shira chiqarib dona qilib beryapti. Mana bunisi hozir kesildi, bunisiki endi to'planyapti. Ana endi mana. U bola ham Qashqadaryo viloyat Chiroqchi tumanidan mana. Mana bu ham hozir kesilgan mana. Ko'ryapsizlarmi? Mana shular hozir kesildi. Mana sekin chiqaryapti. Ba'zi bir mana birdan to'ldirgan, mana bularni sekin chiqyapti. Mana hozir hammasini men sizlarga ko'rsataman. Aziz obunachilar, kesishda juda ham ehtiyot bo'linglar. Pichoqning o'tkirligi birinchi o'rinda bo'lsa, ikkinchi o'rinda ob-havo. Ob-havoni qarab, changli, to'zonli, g'uborli havoda kesmanglar. Mana bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa yo'q degan narsa nima degani u? Mana hozir kesilgan mana shular. Hozir endi bu nechinchi kesim? 3-chi kesish mana shu. Obunachilar mana 3-chi kesishda mana shunaqa bo'lgan mana. Ko'ryapsizlarmi? Yupqaligi qog'ozda yupqa bo'lish kerak. Keyin birinchi kesishda bosh mardoq tirnog'ini 3 ga bo'lasiz, o'shani bir qismi. Ikkinchi kesishda o'sha bir qismdan sahal kattaroq. Uchinchi kesishda undan ham sahal kattaroq. Keyin borib o'sha mana shu tokcha ham bo'lib ketadi mana. Ko'ryapsizlarmi? Mana hozir kesilgan mana shu. Mana. Unday katta ko'chat emas mana shular hammasi. Sredni mana qanday desam razmerini baklashgani qopqog'idan qalin ko'chatlar. Mana hozir kesilgan mana shu ham. Normal shira chiqaryapti, beryapti, donak olyapti. U misol uchun sizlar bundan foyda ko'rsalaring o'zlaring uchun-ku, men uchun emas, lekin prosta odamni sal bir xo'rligi keladi. Jalka kavrak o'layotganiga. Biz hozir 3-chi kesimdamiz. Sababi bizda ham bir 2 kun 3 kun g'uborli bo'ldi, Anvar. G'uborli bo'lgani uchun biz sal surilib ob-havoga qarab to 5-chi kesimgacha ob-havoga qarab ishlayapmiz. Mana bular ham kavrak, aziz obunachilar, mana kavrakchi sochi, mana bular ham soch. Mana endi biz bu yerdan dastoyni bir sochni qoplaydigan yaxshi qalinni olganmiz, ingichkalarini qoldirganmiz. Mana shular hozir hammasi kesilyapti. Kun yaxshi, Xudoga shukr. Shular hozir kesdingmi? Mana hozir kesildi mana. Hozir donagini oldi, chiqargan shirasi mana. Keyin bitta ma'lumotda, agar sizlar kesgan paytda ko'karish bo'lsa, nimadir muammo bo'ladi. Yo noto'g'ri kesgan bo'lasizlar, yoki-da ob-havolaringiz sal neto bo'ladi. Mana. Yaxshi ketyapti hammasi mana. Hozir kesilyapti. Soat necha bo'ldi? Soatingni ko'r qani?
menga ber. Mana. Soat 7:10 bo'lyapti. Chislo nechi bugun? Nada ko'rib. 30-iyun. To'g'rimi? Hammasi normal ketyapti. Har bitta mana qarang. Baklashgani og'zida, qarang uni kesilgandan keyin qanday shira bergan. Har bitta ko'chatingiz 1 grammdan donak bersa, bilasizlarmi, 1000 tasidan bir terishda qancha bo'ladi? 1000 tasini bitta kesishlaringda 1 kilo bo'ladi. 1 grammdan donak bersa. To'xta, ana shuni ko'rsat mana. Mana bunaqa holat bo'lishi mumkin-da, aziz obunachilar, mana qaranglar, mana yaxshilab qaranglar. Ko'kargan. Bu nimani hisobidan ko'kargan endi, Anvarbek? Shu havo sal ana bo'lgan. Nima? Chang bo'lganmi? Endi nima qilamiz? Endi uni ob'yomini kattarmay, sal qolinroq kesamiz. Chuqurligiga dedi-da. Ha, chuqur kesamiz. Ob'yomini eniga kattartirmasdan o'sha ko'kargan joyini sal chuqurroq olamiz. Mana endi ko'ryapsizlarmi? Mana shira chiqaryapti endi. Endi shira chiqaradi. Ishga tushib ketadi bu. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Savollaringni kommentariyaga yozib qoldiringlar.